Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Sizlar bilan Dilshod Salihov. Biroz futbol haqida gaplashamiz. Ehm, APL boshlandi, La Liga boshlandi. Real Madrid, Arsenal, Manchester United bir qator top jamoalar o'zini o'yinlarini o'tkazib olishdi. Bugun videoni biroz shu chempionatlarga kirish qismi sifatida, ya'ni aynan APLga kirish qismi sifatida o'tkazamiz. Undan oldingi shu videoga biroz fikr qolib ketgan ekan, shu haqida aytib o'taman. Ya'ni oldingi videomiz bu Viniciusning qolish masalasi, ya'ni shartnoma uzaytirilganlik masalasi edi. O'zi har bitta video tayyorlanayotganda ko'rib chiqqandan keyin qolib ketgan fikrlar bo'ladi, lekin aynan bu fikr biroz nima deydi, muhimroq bo'lganligi uchun uni keyingi o'sha katta mavzuga kirishdan oldin kichikroq mavzu sifatida kiritib o'tmoqchiman. Ya'ni Vinicius qolish masalasida o'sha shartnomani uzaytirish masalasi ko'tarilgandan keyin manga o'zi hayron bo'lardim, nimaga Mourinho aralashmayapti, nimaga Mourinho talab qilmayapti. O'zi bilamiz, Mourinhoni o'zi o'yin uslubiga juda mos keladi-da Mourinho, ya'ni Vinicius. Uni misol uchun himoyaga o'tishi, himoyadan kontrga tezkorlik bilan o'tishi, kontratakada bilamiz endi Vinicius dunyoni eng xavfli o'yinchilaridan bittasi. Shu masala turganda nimaga trебовать qilmayapti Mourinho deb hayron qoluvdim va biroz menda shu nima deydi, xursandchilik bo'lganki, nahotki himoyaviy va kontratakaga asoslangan uslub emasda biroz o'zgartiribdi Mourinho deb biroz xursand bo'ldim, lekin o'zim ishonmadim bunga. Xuddiki bir nima deydi, bir tanishingiz, juda ham yomon tanishingiz yaxshi odam bo'lib qolgandek ham ishonmaysiz-ku. Nahotki yaxshi odam bo'lib qolsa-ya, bir gap bor deysiz. Xuddi shunga o'xshagan narsa edi va man shu shartnoma tuzishdan oldin Mourinho aralashganini bildim. Keyin Mourinho aytib требовать qilgan, ya'ni настаивать qilgan, чтобы shartnoma tuzish uchun. Undan keyin bo'ldi o'sha biz bilgan o'sha Mourinho, ya'ni o'sha himoyadan kontrga ixtisoslashgan jamoa. U top jamoa emasda, qandaydir bir o'rta me'yorni, lekin to'plariga muammo bo'ladigan jamoa sifatida shakllantiradi degan xayolga, taxminga bordim va mana shu narsa o'sha, ya'ni Mourinhoni настаивать qilgani katta rolni o'ynab berdi shartnoma tuzish uchun. Mourinhoga ham bog'liq, Viniciusga ham bog'liq, hamda afsuski Real Madridga ham bog'liq bo'ldi. Endi APLga o'tamiz do'stlar. APL dunyoni eng kuchli chempionati, eng ommabop, eng maftunkor, muxlislarni nima deydi, jalb qilish, o'zini intrigalari bo'yicha dunyodagi eng betakror yetakchi hamda o'xshashi yo'q bo'lgan chempionat APL. Bu yil APLda kimlar chempion bo'ladi, kimning imkoniyatlari qanday? Transferlar haqida ham shu orasida qisqacha kirib o'tamiz. Endi man o'zim Arsenalni Angliya chempionligida eng asosiy favorit sifatida ko'ryapman. Nimaga deganda, misol uchun o'sha kuchli oltilik deymiz, o'sha London jamoalari, ikkita Manchester hamda o'sha Liverpool hamda Tottenhamda shu kuchli oltilik bo'ldi. Mana shulardan 4 tasida murabbiy almashganda. Ya'ni 4 tasi bu yangi jamoa. Endi bilamizki, yangi murabbiy kelgandan keyin to uni adaptatsiyasi, to uni nima deydi, o'zini falsafasini singdirish uchun, futbolchilar unga adaptatsiya qilish uchun va u natija berish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun har doim o'sha yangi kelgan murabbiyni ishlab ketish va muvaffaqiyat qozonishdagi shu foiz 50% bo'ladi. Ya'ni pamprapanga o'xshagan narsa-da. O'shaning uchun ham o'sha nima deydi, tasavvur qiling, 6 lik bor. O'sha chempionlikka da'vogar 6 lik bo'lsa, endi hammasi ham emas, 6 likdan 4 tasida murabbiy almashganda, 2 tasida murabbiy qoldi. Bu Arteta hamda Carrick. Artetani o'sha chempion jamoa, tarkibi juda ham kuchli jamoa va unga konkurent sifatida, misol uchun, yangi murabbiylarni olib tashlaydigan bo'lsa, Carrick qoldi. Carrick ham yaxshi transferlar qildi, lekin tarkib jihatdan ham Arsenaldagi rang-baranglik qilib beradigan futbolchilar yo'qda. Ya'ni
misol uchun asosiy tarkib o'yinchisi bor hamda unga zaminada o'sha ba'zi bir holatlarni o'zgartirib beradigan zaminalar bor. Lekin Arsenalda birinchi va ikkinchi tarkibi borda. O'shaning uchun Manchester Unitedni mana shu tomonlama imkoniyatlari biroz pasayib ketadi. Agar misol uchun bu yangi murabbiylar kelib, ularni foizi 50% ga tushib ketdi degan taqdirimizda ham tasavvur qilaylik, o'sha holda murabbiylar qolgan taqdirda ham Arsenal men uchun baribir chempionlik uchun eng asosiy da'vogar bo'lardi. Nimaga deganda, Arsenalda o'sha aynan mana shu kanalning birinchi videosi shu Chempionlar Ligasi Arsenal hamda PSJni o'yindan oldin bo'lgandi va Arsenalni kelajak jamoasi sifatida e'tirof etgandim. Aynan shu fikrlarni yana qaytarib o'taman. Nimaga Arsenal kelajak jamoasi? Arsenal har bitta ketma-ket APLda ikkinchi o'rin oldi. Eng muhim pallalarda qoqilib tushdi. Hamda har xil yo'llar bilan yopishga harakat qildi. O'sha tarkibni hattoki ikkita qildi. Bu narsa o'sha Arsenalga oxir oqibat yordam berdi. Lekin gap bunda emas, gap bu yerda futbolchilarning psixologik holatida edi. Ya'ni o'sha Arsenal birinchi yili misol uchun ikkinchi o'rinni oldi hamda tarkibni kuchaytirish uchun harakatlar qildi, yangi futbolchilar olib keldi. Misol uchun Jorge Jesus olib keldi, misol uchun Ezen olib keldi, Zubimendini olib kelyapti-da. Keyin qarasa yana eng kulminatsion nuqtada, ya'ni misol uchun 38 ta tur bo'lsa, 30 ta turda ikkinchi o'rin bo'lib kelyapti, 8 ta turda oyoq qaltirab Cityni nima deydi, kelayotganini his qilib o'zidan o'zi chempionlikni topshirib qo'ya qoldi. Menimcha katta ehtimol bilan o'tgan yil ham chempionlikni berib qo'yardi. Shu birgina Mark Gehini, shu bittagina shu Bournemouthga qarshi qo'pol xatosi Arsenalni chempion qildi-da. Aynan nimaga o'zi Arsenalda bunaqa holat kuzatildi desa, bu o'sha o'tgan safar ham ta'kidlab o'tganim, bu chempionskiy xarakter, ya'ni chempionlik duhi yetishmayotganda-da. Ya'ni misol uchun o'zi uni murabbiyi Arteta ham chempionlik orzusida yurgan, lekin chempion bo'la olmagan murabbiy. Ya'ni tabibni o'zi ham bemorda, bolalar oyog'i titrayotdi, qarasa treneri ham oyog'i titrayotdi. O'sha bu hech kim ularga dalda bera olmaydi. Agar misol uchun o'sha paytda o'zida Zubimendi, Ezen olib kelayotgan paytda yoniga bitta Kroosni qo'shib ol, Kroos o'ynamaysan, prosta meni yonimda assistent bo'lasan, futbolchidek oylik olasan, futbolchi qilib ro'yxatdan o'tkazamiz seni, lekin sen o'tda o'sha Real Madridda ketma-ket 3 yil Chempionlar Ligasidagi u xaraktering, bir nimadirlarni bir nutq so'zlab ber, bolalarga motivatsiya bergin. Shunchaki bitta Kroosnimi yoki mayli misol uchun Modrichni olib kelganda edi, o'sha bolalar kirib misol uchun, bolalar nima bo'pti? Oyog'i titramasin. Misol uchun chempionlar hech qachon misol uchun aytaylik, boshqalarga qarab o'ynamaydi. Chempion o'zini o'yinini ko'rsatadi, o'zi g'alaba qozonadi, qolganlar bilan ishi yo'q degan oddiygina mana shunaqa jumlalarda, ya'ni duh beradigan, motivatsiya beradigan, xarakter beradigan mana shunaqa bolalar bo'lmaganligi uchun ham Arsenalda qoqilishlari bo'ldi. Mana shu narsani natijasida mana oxirgi mana chempionlik bo'ldi. Mana sekin-sekin shakllanyapti. Agar bu yil ham misol uchun Arsenal chempion bo'ladigan bo'lsa, keyingi yillarda shu haqiqiy bir har tomonlamali yetuk jamoa bo'ladi. Hozir ham misol uchun yetuk. Misol uchun mana Manchester City bilan ham o'sha kubok finalini ko'rdik, 3-0. Bolalar ancha o'ziga ishonch, o'ziga nima deyiladi, duh shakllanganda, o'sha yetilgan bolalar haqiqatan ham va ustiga misol uchun Arteta ham ishonch bor. Bunga uni misol uchun raqibi o'sha Guardiola emas, o'sha Maresca bo'lganligi uchun ham birinchi navbatda murabbiy ishonch bilan tushdi, hamda futbolchilar ham ishonch bilan harakat qilishdi. Mana sekin-sekin rivojlanyapti Arsenal. Arsenal va undan tashqari o'zi umuman transferlari ham yomon bo'lmadi. Bruno Gimaresh zo'r o'yinchi. Konsa degan mana yaqinda bitta bolani oldi. O'zi umuman olganda hammasi yaxshi. Misol uchun Trossard ketdi chap qanotdan, hamda mana Martinelli ham ketish varianti bor ekan, lekin chap qanotda hali mavsum tugaguncha menimcha kimnidir olib kelsa kerak. Chunki chap qanotda o'zi Martinelliga o'rinbosar sifatida Trossard degan bitta ikkita futbolchisi ketib qoldi. Xuddi shu mana chempionskiy xarakter bilan bog'lab ketaman-da. Aynan mana shu chempionskiy xarakter kimda bor edi desa, bu uni raqibi Manchester Uniteddagi Kerrikda bor edi. Kerrik aynan mana shu xarakter bilan bolalarni ancha muqobillashtirdi. Ya'ni chempionskiy xarakter degani, misol uchun aytaylik,
bolalar do'dirayotganda, birinchi navbatda uspokоиться. Sovuqqonlikda uspokоиться bolalar. O'sha raqib, misol uchun, unda ham ikkita oyog'i bor, ikkita qo'li bor. Xuddi salladagi bolalar, vahima qilmalaring. Prosta misol uchun o'zlaringni o'yinlaringni o'ynalaring. Sovuqqonlik bilan professionalizmni taklif qila oladigan, ya'ni uqtiradigan bo'ladi. Misol uchun Manchester United oldin pastda edi, Kerri kelgandan keyin ko'tarilib ketib qoldi. Aynan shu Kerri kelgandan keyin misol uchun bolalar misol uchun nimaga o'ynaymiz desa, bu chempionskiy xarakterdagi boyagi gapni misol tariqasida aytganda, boyagi gapni aytganda, ya'ni chempion jamoa bir o'zini o'yinini o'ynaydi, boshqalarga qarab o'ynamaydi. Sizlar ham o'zlaringning o'yinlaringni o'ynalaring. Maza qillaring, rohatlanlaring degandan keyin mana avtomatik tarzda kuchayib rivojlanib ketib qoldi. Va Manchester Uniteddagi o'sha misol uchun aytaylik, men aytaman-da, mana Arsenal birinchi yili ikkinchi o'rinni oldi. Shu ikkinchi o'rin olganlardan birinchi yilidan keyin o'sha keyingi yil ham yana 30 ta turib birinchi o'rin bo'lib, yana ikkinchi o'ringa tushib qolish arafasida turganda Arsenalda trenerlar, anaqalar, prezidentlari Arteta rahmat, отпускка chiq. Bir oy отпускка chiqqin, shundoq Kerri olib kelganda, Kerri boyigani undagi Artetadagi nazariy anaqalar bilan, ya'ni nazariy jihatdan yetuk bitta professori shuni chiqarib turib, amaliyotdagi bor bo'lgan odam Kerriga kirib turib, Kerri, "Davay, sen 8 ta tur sen trenerlik qilasan" deb ikkinchi yilni o'zida chempion bo'lib ketgan bo'lardi-da. Kerri ya'ni shu bir kam dunyo, birida tarkib zo'r, ozgina xarakter yetishmaydi, ikkinchisi xarakter bor, lekin tarkibi muqobil emas. Manchester United oldin juda ko'p transferlarda xato qilgan, marketing uchun ishlagan. Keyin mana sekin-sekin o'sha prezidentlar almashgandan keyin ham biroz stabillashmoqda, lekin baribir sal ozgina ziqnaligi borga o'xshaydi. Misol uchun Casemiro ketdi, o'rniga Santos bilan, o'sha Andrey Santos bilan Tillemansni olib keldi. Bu zo'r transferlar bo'lgan, ikkalovi ham. Endi misol uchun Casemiro g'irt apornik vazifasida edi. O'sha apornikni olib tashadi-da, uni o'rniga ikkita CP qo'ydi. Ya'ni Santos ham CP, Tillemans ham CP-da, ya'ni yuqoriroqda o'ynaydi. Bu narsa o'zi aslida zo'r narsa. Aynan shu sentralniy polzashitnik Tillemans keyin yonidagi Andrey Santosni da o'zi o'ynagan, ya'ni Kerrikni o'zi biladi-da, o'zi o'ynagan pozitsiya. O'shaning uchun ham mana shu uchlik plus Bruno bilan zo'r uchlik bo'lsa kerak deb o'yladim, lekin kechagi birinchi turdan keyin boyiga o'sha uchlikni tushirgan jamoa nima qilishni bilmayapti. Ya'ni adaptatsiya kerak bo'ladi. Shu biroz uni endi vaqt ko'rsatadi do'stlar. Mana shu prezidentlar bilan bog'liq masalasida, ya'ni bitta tarixdan ozgina aytib o'taman. O'sha oldingi, misol uchun, Sir Alex Ferguson bolasi-yu Kerri. Oldingi bolasi, ya'ni Sulsher ham kelganda zo'r boshlagan, zo'r ketganda, shu Manchester Unitedning shu chotki bir muxlisi bor, tahlil qilib beradigan bitta muxlisi bor. Qarindoshim, o'sha bilan gaplashsam, zo'r ketyapti deydi, lekin bittagina shu Cristiano Ronaldoning transferi Sulsherni ishini orqaga qarab tortib yubordi dedi. Bu degani, misol uchun, jamoa zo'r bo'lyapti-da, siz dunyoning eng zo'r ikkita o'yinchisidan bittasini olib kelyapsiz, lekin u siz transfersiz zararingizga ishlayapti-da, ishlab qolgan o'sha paytda. O'shaning uchun ham bu safargi prezidentlar bunaqa xato qilmasa kerak va o'sha Kerrikni o'ziga agar misol uchun ishonib topshiradigan bo'lsa, Kerrik ham menimcha, misol uchun, uzoq yillik bu Pep Guardiola, Artetaga o'xshagan uzoq yillik trener emas, lekin shu qisqa davrda yaxshi natija ko'rsatadigan trener deb hisoblayman. Nimaga deganda, bu Kerrikning uslubi klassik futbolda, o'sha 2002-2010-yillar orasidagi o'sha Sir Alex Fergusonning klassik uslublarida, ya'ni u yerda individual mahoratga asoslanganda, u yerda tizim futbolidan oldingi bitta era oldingi eng yaxshi nima deydi, murabbiyni naqalari ishi hisoblanadi. O'sha mana Artetalar bular endi yillar mobaynida to'g'rilanib shu yetuk qiladi va bu tizim futbol, u yerda individuallik emas, u yerda har bitta odamning o'zining funksiyasini yaxshi ijro etishi. O'shaning uchun ham Kerrik misol uchun uzoq yillar qolmaydi, bir 4-5 yillar qoladi deb o'ylamayman, lekin yaxshi natija bilan bitta proval, yarim mavsum proval qilib keyin ketsa
kerak. Prezidentlar bilan bog'laymiz endi mana. Prezidentlar haqida gapirdikmi, endi xuddi shu narsani boshqa bitta biroz kulgili bo'ladigan prezidentlar bor. Bu Liverpul prezidenti.